Labbi oyijon. Bir hafta mazza qilib yurdingiz, yangi kelin bo'lib indamadim. Lekin endi noldan ishlarni o'rgataman-da, lekin uni yomon qaynana basman. Xo'p bo'ladi oyijon, siz nima siz shu? Kelin, mabodo molga o'xshab o't yemaysizmi? Yo'q, nima unaqa deyapsiz? Nima, o't bir haftadan beri yotibdi mana yerda, lekin men yomon qaynana basman. Tozalab qo'yaverasizmi? Ha, kelin, hamma joyda haromlayapsiz. Bunday o'g'ilgachilik qilmang. Birinchi suvda pasaytiramiz. Kiyimini qilib qisib sepamiz. Oyijon, qisib sepolman-ku. Menga uni gapirmang. Sizni foydangiz o'ylab gapiryapman. Yomon qaynana basman. Men qising, seping. Kelin, nima ovqat qilmoqchisiz? Xonim qilmoqchi edim oyijon. Xonimni oyingiznikiga borganda qilaverasiz. Bugun do'ppi degina qilib osh qilasiz. Bir mazza qilib yeylik. Voy, adashib ketdim, mosh ekan-ku bu. Endi qarichilik to'g'ri tushunasiz. Voy, bu aralashib ketdi-yu, kelin. Bir ajratib olsangiz bir-a? Aralashib ketdik oyijon. Ajratib olasiz-da, qiyin ish emas-u. Hali men qaynanalik qilmadim, lekin men. Bilaman, siz yomon qaynana bassiz. Shunaqa. Tozalang. Voy, tilla baliqcha, yana cho'milib chiqdingizmi? Shu bitta sochga hamma joyingizni artib, sochingizni ko'rib olganingizni qarang. Yaltirmang. Zato men cho'milayotganda suvni tejab qisib cho'mildim. Ha, mana siz endi har kuni cho'milavermasdan bir oyda bir marta qisib ishlating suvni. Qani bir massaj qilingchi. Chumol yuryaptim orqamda, massaj qilishni ham bilmaydi. O'tiringchi, oyingiz o'zi nima o'rgatgan? Tavba qildim, beparosat. Mana bunday qattiq massaj qilib, keyin bo'yinda ham massaj qilish kerak edi, keyin shpay odam mazza qiladi. Kelin. Assalomu alaykum. Bolam, keldingmi? Ye? Nima bo'ldi bunga? Biz kelin bilan banka bekitamiz deb o'rmonga bordik. Qo'zi qorin terdi, keyin bizni bo'ri quvladi, tulki qitqiladi. Xullas bolam mana o'ziga kelmayapti. O'lay qo'rqitib yubording-a. Ko'rdingmi? Meni o'rnimda boshqa qaynona bo'lgan, ko'p o'rgan bo'lardi. Tan ol, yomon qaynana basman u.